Mana shunaqa oddiy tekst animatsiyasini qanday qilish mumkin? After Effects'da ko'rib chiqamiz. Yangi kompozitsiya ochib olamiz, Ctrl N. Nomini birinchi kompozitsiya qilib olamiz. Kengligini 19:20, balandligini 10:80 qo'yamiz. Video davomliligini 5 sekundga qo'yamiz. Kompozitsiyamiz ochildi. Text toolni tanlab, tekstimizni yozib olamiz. Misol uchun Toshmatov. Bugungi darsligimizda character oynasi juda ham kerak bo'ladi. Agar character oynasini ko'rmaydigan bo'lsangiz, Windowsga o'tamiz va characterni yoqishimiz mumkin. Mana shu yerdan o'chirib yoki yoqishimiz mumkin. Characterda biz videomizning shriftini, hajmini, joylashuvini va boshqa ko'rsatkichlarni o'zgartirishimiz mumkin. Ushbu holda tekstimizning hajmini o'zgartirmoqchiman. Tekstimizni belgilagan holda characterga o'tib 200% qilamiz. Keyin align oynasiga o'tib tekstimizni kompozitsiyani markaziga to'g'rilab olamiz. Tayyor. Endi to'g'ridan-to'g'ri animatsiyaga o'tishimiz mumkin. Tekst qatlamini ochib olamiz. Animate bo'limidan bizga opacity va hamda tracking kerak bo'ladi. Tracking bo'limiga o'tamiz. Tracking amountni shunday aylantiramizki, toki tekstlarimiz bir-biriga qo'shilib ketmaguncha. Mana shunday holat. Taxminan -98 va opacityni 0 ga aylantiramiz. Bu animatsiyamizning boshlang'ich ko'rsatkichi bo'ladi. Keyin range selectorga o'tamiz. Start kalitiga bosamiz. Keyin 2 sekundga o'tamiz. Range selector startini 100% qilamiz. Opacityga ham boshiga kulish qo'yamiz, birinchi kulish, 2 sekundga o'tamiz va opacityni yana 100% ga aylantiramiz. Mana shunaqa oddiy animatsiya paydo bo'ladi. Animatsiyamiz tezligini o'zgartirishimiz uchun kaltlarimizni belgilaymiz va F9 ni bosamiz. Agar notebookda ishlayotgan bo'lsangiz, Fn9. Mana shunaqa hosil bo'ldi, lekin yana o'zgartirishimiz mumkin. Birinchi kaltni belgilaymiz. Keyframe velocity, outgoing velocityni 100% qilamiz. Okay. Ikkinchi kaltga o'tamiz. Keyframe velocity, unda incoming velocityni 100% qilamiz. Opacityni ikkinchi kaltini sal oldiroqqa suramiz. Va mana shunaqa animatsiyamiz hosil bo'ldi. Oddiy, lekin chiroyli. Ikkinchi kompozitsiya ochib olamiz. Uzunligini 5 sekund qilamiz. Tekstimizni qatlamini ochamiz. Animate ga o'tamiz. Animate'dan opacity parametrini belgilaymiz. Opacityni 0 ga aylantiramiz. Range selector ochamiz. Start kalitiga birinchi kalit qo'yamiz. 0 ga aylantiramiz. 2 sekundga o'tamiz va 100% qilamiz. Start. Kaltlarimizni belgilab turib, F9 ni bosamiz. Mana shunaqa animatsiya hosil bo'ldi. Keyin Advanced vkladkasini ochamiz, pastroq ochamiz. Randomize orderni yoqamiz va randomize speed paydo bo'ladi. Kompozitsiyamiz boshiga o'tamiz. Kalt qo'yamiz randomize speedga va 2 sekundga o'tib 80 ga qo'yamiz. Smoothness parametrini 0 ga aylantiramiz. Qatlamini yopamiz va tekstimizni kopiyat qilishimiz kerak. Ctrl D. Ikkinchi tekstimiz paydo bo'ldi. Ikkinchi tekstimizni belgilagan holda character vkladkasiga o'tamiz. Bu yerda biz zalevkani obvodkaga aylantirishimiz kerak. Mana shu knopka yordamida aylantiramiz. Va birinchi tekstimizni o'chirgan holda ko'rishimiz mumkin nima paydo bo'lganini. Mana shunaqa animatsiya paydo bo'ladi. Va birinchi tekstimizni yoqamiz. Va ikkinchi tekstimizni qatlamini ochamiz. Birinchi tekstda biz random seed parametrini 80 ga qo'ygandik. Ikkinchisida 40 ga qo'yamiz. Bo'ldi. Va mana shunaqa animatsiyamiz paydo bo'ladi. Uchinchi animatsiyamizga o'tamiz va animate bo'limiga o'tib
opacity va position parametrini tanlab olamiz. Positiondan tekstni sal pastroqqa tushirib olamiz. O'zi 55 taxminan. Va opacityni 0 qilamiz. Range selectorga kiramiz, startga bosamiz va 2 sekundga o'tib keyframe ni 100% qilamiz. Undan keyin positionga o'tamiz. Positionga ham ключ qo'yamiz. 2 sekundga o'tamiz va 0 qilamiz. Range selectorga kiramiz. Startga keyframe qo'yamiz va 2 sekundga o'tib 100% qilamiz buni ham. Mana shunaqa oddiy animatsiyamiz paydo bo'ladi. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.